$25,800 kraskalar absolyutno top-toza bo'lgan Equinox mashinasini eng full pozitsiyalardan bittasi hozir e'lonimiz kelib qoldi. Ya'ni 472 millionlik pozitsiyasi. Hozir juda ham arzon narxda xarid qilyapsizlar. Mashinamizda kuzovida mana mashincha qirilgan joyini topamiz. Chunki polni polirovkalar qilib qo'yilgan, salonlarni himsiyalar qilib qo'yilgan, Minervadan 4 tamnaqa yumshoq yangi balonlarga taqilgan. Podkrininglar qop-qora bo'lib tursa zo'rda. Mashinaga qop-qora rangi yaxshi ko'radigan akalarimizga bu videoni jo'natib qo'ysanglar bo'ladi. Tonirovka ruxsatnoma olib qo'yilgan, salonning holatini bitta ko'ring. Ko'jalari matviy holatda bo'lib turibdi. Olganingizdan keyin maza qilib haydaydigan mashina edi. Aka xudo xolasa, polni panorama tom. Orqa salonlari ham mana aka juda ham keng. Aka ko'rishingiz mumkin. Bagajlarigacha elektronli ochiladi, elektronli yopiladi aka. Mana qarang, zapaskalari hali tushmagan. Mana qarang, mashinamizdagi propan gaz ballonini ustoronka qildirib qo'yilgan. Ishoning, maza qilib yurasiz. Uzoq yo'llarga ham ketayotganingizda uni ham buni ham pulni bak qilsangiz, liboy joyga borib kelasiz. Daji Xorazmingizga ham borib kelsangiz ham bo'lsa kerak. Xorazmlik akalar Equinox mashinasini yaxshi ko'rishadi-yu. Mana sizlar uchun akalar. Mashinamiz 89,000 probeg, yillari 2022, sidenlarda Abdu va Bagref panorama tom polni ko'rishda salon bo'yatibdi. Mana bunaqa joylari aka qirilib chizilib ketadi. Mana bunaqa joylarni ko'rasizmi? Hech qatiga qirilgan, chizilgan joylar yo'q. Narxi zo'r, olib haydashinglar uchun tayyor. $25,800 ga baragasini qo'ying aka. Rostagasi ideal. Xohlagan ustingiz olib kelib ko'rsatyapsiz bo'ladi. Rahmat kattakon, joningiz sog' bo'lsa, like bosib qo'yish esdan chiqmasin.